Nima gap? Nima qilamiz? Urushtiramizmi buni Kamil Men bilan? aytyapman, endi bu safar Kamil bilan bitta qo'yaylik deyapman. Kamil bilan urushsa mediasi anchagina ko'tariladi-da, buni ham bir sal massasi bo'ladi-da. Albatta. Gapi kelsa boshlaydi-da. Kamil bilan urushgani men jangini ko'rdim. Yarag'li, yaxshi solishdi. Birinchi bo'yda yaxshi urushdi. Yaxshi bayesga tushib qoldi, yaxshi urushdi. Da, aytmoqchi bo'lganim Kamil bilan ham uyaltirmaydi, yaxshi solishadi. Oktagon meni sinab ko'rdi-da, yo u yo'qli bo'ladi, yo bu yo'qli bo'ladi dedi-da. Shunday tashlab yubordim mikrofonga. Lekin dadangga mazza qildim, malades otaxon shunaqa bilan qilgan mehnatlari samarasini oldi. Dadasi stroykada ishlab, mashib bilan pitanalarni qildi Toshkentda. Shvarkada ishlab. Malades, qilgan rasxotlari chiqib ketdi o'shanda. Yig'lab, dod deb chiqib keldi-yu. Qilgan rasxoti chiqib ketadi. Malades. Shunga aytyapman, Aziz, nima qilaylik endi buni bir Kamil bilan gaplashib, astagina bir qo'yaymi? Kamil bilan urushtirish kerak. Buni bitta Kamilga qo'yishimiz kerak. Haqiqatda